Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İslam'a biz programımızın 133. sanını görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Kadirli görürmelerimiz, hem Allah'a məlum boğandek, her heptede, her bir Müslüman Kur'an, sünnet üstüde düşünüşü gerek boğan, xılmı-xıl dinimizdeki temalarını ayrım-ayrım mavzuqan şekilde huzuruna sunup kelivatımız. Her daim dep kelivatqınımızdek, bu sözlengen barlıq temalar elbette hayatımızdan bütün sahalarga, itiqadımızga, düşüncemizge çetişlik boğan, məzmunlar boğanlığı üçün onundan tegişlik menfaat edip, doğru düşünüp hayatımızga tatbiqlay alsak, şundaq yaşay alsak, şundaq düşüncege ega bola alsak, dünya ahiretlik baxt saadetimiz üçün nayeti muhim bir qadamni basqan bolmaz aslında. Rabbimden her daim tilep kelivatqanımızdek bu məzmunlarni, bu düşüncelerini haqiqiy ravishda tushunib, onunğa amal qilish, ni'matini ato qilishini tövənçik bilan so'raymiz. Biz tünügün e'lonimizda bergandek bugungi temamiz Muhammad alayhissalomning o'rniki ve bizdeki suyuqlashish temasida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Albatta bu o'tgan sonimizninki davomi sifatida o'tgan soatimiz Muhammad Aleyhisselam'ın her qandaq sahada ulgu ekanligini to'xtaldik. Şunun davomı sifatida huzurlarda bugün vaktimiz yetgancha to'xtalamiz. Programımızın daimliq aziz mehmoni hammalar tunishib bo'lgan hurmatli ustoz, Sharq Turkiston Ulumolar birligi shundaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashag'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Qadirli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq naq meydandan tarqıtılıb ötüdü. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numarımız şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq. Programımızga alaqadar har qandaq fikir təklif olsun, berişinləriniz, suallarınız bolsa, soruşunlarni ümid qılımız. Şundaqla köplügən xeyirlaşırımızın paydalanışı üçün hem bəhirləb qoyuşunu hem unutmayısınlar. Ondaqda bevasitə programımızga başlap kelsək, hörmətli ustaz. Ötken saatte elbette Resulümüzninki, Peygamberimizin hayattaki her qandaq sahada ulgu ekanligini, bizga örnek ekanligini bir kirish qilib to'xtaldik. Bugün birinci sualimizde Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı her qandaq zamanda ulgu bo'la olamdi. Mayli jahon qandaq taraqqiy qilib ketsin, qanchalik o'zgarib ketsin. O Peygamber bizga her zaman ulgu bo'la olamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamdisine Peygamberimizge dua salamlar olsun. Bu zamanda yani 2000 yıldan tart başlanğan 21. asırda yoki ba'zi bir mutafakkirlarninki, faylasuflarninki atalg'usi bo'yicha zamonaviylikdan keyingi zamanda yoki modernlikdan keyingi davrda yashapmiz ularning atalg'usi bo'yicha. Xo'sh. Bu zaman shuni maqsad qildim. Yani 2000 yıldan keyingi. Bu zamanda Müslümanlar ideya jihatda, axloqiy jihatda, siyosiy jihatda, iqtisod, jamiyat, adabiyot, san'at qatorliq sohalarda modernlikdan keyingi bu davrninki eng cho'ng namoyandasi bo'lgan moddizm yoki materializm ve sekularizmninki eng dahshatli bo'ron chopqinlarga duch keldi. Xo'sh. Bu sebepten ba'zilarninki ideyasi buzildi. Bir qism kishilarninki kimligi parchalandi. Bugün en ko'p Uyg'urlar orasida ko'rilmoqda. Ba'zi kishilarninki axloqi buzildi. Mayli siyosat sohasida bo'lsin yoki ijtimoiy muomala yoki so'zat qilib bo'lsin. Ba'zi kishilar kimligini bir butun yutirib qo'ydi. Bazı kişiler kıymet qarashlardan bir-birlab voz kechishga başladı. Mushundaq bir zamanda, mushundaq bir davrda yashab o'tibmiz. Bugunninki xususiyatga qarasak, moddiy narsa keraklar hamma narsa ustunlikni egallab ketibdi. İnsan tovarga aylanibdi. İnsan narsa kerakka aylanib ketgan bir zamonga. Xo'sh. İdeya yoki fikir ve shaxsiylar narsa kerakning atrofida aylanib yurgan bir zaman. İnsan kundulik qiyinchilikni hal qilish uchun yoki turmushini qamdash uchun bosh ko'tarolmay qolgan
Qalblar taş yurak bo'lib ketib ketgan. İnsanların manevi hayatı qurup ketgan. Muştaq bir zamanda Peygamberimizin hayatı, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, insanların ruhi, idevi, psixiki, akli ve maddi cihet ihtiyaçlarını tampon halette qamdaş üçün hidayet xarit sübtede o'ttirda namoyon bo'lib turibdi. Birdan bir çağırmen. Hayatlarını insandek tampon o'tkazmoqchi bo'lsanglar, hayatını tanışmoqchi bo'lsanglar, yo'l xaritiman deb o'tirib chiqib turibdi. Musulmonlarga umuman insoniyatga sağlam dünya qarshini taqdim qilib turibdi. Agar musulmonlar Muhammed Aleyhisselam'ın hayat örnekini, yoki Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını örnek qilmasa, bugunga o'xshash moddiy manfaatni asos qilgan yangi hayotning qiyinchiliklar bardosh qilib berolmaydi. Bugunga o'xshash moddiy manfaatni asos qilgan yangi hayotninki modernizmdan keyingi hayotninki qiyinchiliklarga bardosh qilib berolmaydi. Qimmat qarashlari kundan kuniga ojizlab ketadi. Prinsiplari ya qimmat qarashlar kundan kuniga ojizlab ketadi. Bu moddiy hayotning kuchligidan qalbi qetib ketadi. Axloq buzilishga boshlaydi. Nafsi ya ko'ngli bugungi saldaq eqib kelayotgan bu shahvatlarninki patqiqidan qutulolmaydi. Bugungi o'xshash hamma narsa moddiy manfaat bilan o'lchandigan. Moddiy manfaat aqida qimmat qarash prinsipidan yuqori o'ringa chiqib olgan. Moddiy manfaatni qo'lga keltirish uchun vosita tanlamaydigan. İnsanlık, haqiqatparvarlik, adolat degan hukmlar o'lgan bu zamanda Peygamberimizin hayatını, Müslümanlar Peygamberimizin hayatını, kimligini qo'g'dashda, aqidasini qo'g'dashda, axloqini qo'g'dashda, qimmat qarashini qo'g'dashda mustahkam tutib ma'nisa. Xo'sh. Bugungi bu materializm yoki moddiy hayot va sekularizmdan ta'sirlanib, moddiy hayotning aqsidan, nafsining aqsidan, shak-shubhaning aqsidan, har turli shahvatning aqsidan menib qolib qolsa, u vaqt musulmonlar aqida jihatdan ziyon tortib ketadi. İdeya jihatda tamamen buzuladi. Axloq buzuladi, qimmat qarash tamamen tugishib ketadi. Xo'sh. Bu bugungi hayotninki, biz yashayotgan hayotninki taqozosi, realligi bu. Men xiyoliy bir yerdan so'zlamadim. Agar musulmonlar Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını hidayet xarisinin örnek şu, birden bir doğru yolun örnek şu deb itiqat qılalasa, işenç bağlayalasa, bu yolda mustahkam turalasa, o çağda çanqap ketken ruhlar qandırdı. O çağda çanqap ketken ruhlarını qandırdıgan, qalbinin açlığını gızalandırdıgan, qimmat qarashları ulug'landigan, muqaddasatlara hurmatlandigan, buzilib ketgan yoki burilib ketgan ideyalar isloh qilindigan shirin buloqqa erishalaydi. Shuningdek, biz olayli yoki Falastinga o'xshash musulmonlar ya boshqa yer bo'lsin, irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan, vahshiylik avjag'an, adolatsizlik, zulm baza topgan, mustabidlik, mustamlikchilik avjag'an bu zamanda Peygamberimizin hayatıdan özlerine teselli, ümit ve iradik erişeli. Hoş. Şuna her zamandaki, her devrdeki Müslümanlarınki Peygamberimizin hayatını bilişi, düşünüşü ve onu hayatının her kaysi sahalarda örnek kılışka ciddi ihtiyaç var olsa ciddi ihtiyaç var. Ne için bu birden bir örnek deyimiz? Bundan başka örnek yok mu dese? Çünkü Peygamberimizin hayatı ilahi vahiyge bağlangan. Hoş. Peygamberimiz peygamber bo'lgandan tortib başlangan hayatı ilahi vahiyge bağlangan şirin buloq bo'lganligi uchun insonning ruhiy hayotini, aqliy hayotini, jismiy hayotini ve maddi ihtiyochlarni tampon shaklida qondira oladi.
en sağlam, en güzel, en doğru örnekli insaniyetke takdim kılalıgan birden-bir şiirin menbe bu. Bunun alayidligi Peygamberimiz peygamber olganda ta dünyadan ketken kadar bütün hayatı ilahi vahiy astida kontrol kılıngan. İlahi vahiy bilen yötlengen. İlahi vahiy bilen iş hareketlere tüzütilgen. Hatalık orun bağımsız hatalık yok. Hoş. Bu alayidlik olganlık için meyle insanın akli hayatı olsun, ya ki ruhi hayatı, ya ki cismani maddi hayatıga sağlam halette örnek takdim kılışka erzimiz elbet erziydi. Yaramdı dese yaraydı. Demek Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı dünya karışının menbesi Müslüman nispete ve kımmet karıştığın ki asas buluşuptu bilen bunu düşünüş, tetkik kılış, izleniş, onu örnek kılış bu intayın mühim ahmiyetli. Çünkü Peygamberimizin hayatı insanga tampun hayat takdim kılır. Maddi hayatla ruhi hayat, dünyavi hayatla ahiret hayatı, şahsi hayat bilen kolektif hayat, ictimai hayatla devlet hayat her birisi arasında bir tampunlukni takdim kılalı. İnsanınki naskerekka aylanıp kılışı, yak insanınki tavarık aylanıp kılışı, setilişinin aldını alır. Bugünkü dünyada bir insanın naskerek tavarık aylanıp kalganlıkını bunu hem meylen garip dünyasını tetkik kıygan izlengenler köreli. Şununla insanın bu dünyada merkezlik rolünün başkanlığını takdirledi Peygamberimizin hayatı. İnsan epsası bolduğun, çöğürüp taşsız bolduğun naskerek emez. Tavarı emez dedi. Merkezlik neyse. Bütün dünyadaki nesinin hemmisi insanın menfaatinin boysunulğunu İslam'dan dünyaya karşı. Şununla Peygamberimizin hayatı maddizmninki insanın hayatını kontrol kılışınınki olduğunu alır. Şunun için Peygamberimizden hayatını okuş, Müslümanlar nispeten bugünkü devirde modernizmden keyin dep atılayotgan bu devirde intayın mühim. Şunun bilen birlikte bu Peygamberimizin hayatı bugünkü Müslümanlarınki kıyınçılıklarını hal kılışka yaramız yaraydı. Ölügelik rolü bağımı ise ölügelik rolü ta kıyamet kadar bu. Çünkü Peygamberimizin hayatı ilahi vahiy bilen tizgirlengen, ilahi vahiy bilen yeteklengen bir hayat. Bu hayat başka hiç kandak bir mahluqның, hiç kandak bir insanınki hayatı mevcut emas. Hoş. Allah razı olsun. Hakikaten bugün şu etrafımızga qarasaqlam dünyanın qaysi derecege berip yetkenligini her sahada. Bu ilahi Allah'a yüz minglarca şükür etişimiz gerek ki Rabbimizne. Bizlerni mesela milletimizin umumi noktasını etkan vaqtida mı? Dini seviyede malumatda qanchalik xilma-xil bo'lishiga qaramay bizni musulmonlarning ichidan musulmon bir xalqning ichidan yaratganligiga milyonlagan shukr etishimiz kerak hamda. Çünkü insan şu bilgen şu hammamizning qo'lida bor şu internet dünyasına kirsa şu bu bulaqdan ayrılgan insanlarning mayli nada yashasa yashasin xilma-xil insan tasavvur qilolmaydigan fikrlarning keyindan agishib ketayotganligini, tingirqab yurayotganligini ko'ramiz. Çünkü undaq bir ilahi bir vahiyga tayanmagan har xil mayli o insan bo'lsin, mayli qancha ming yillar burun o'tib ketgan bir shaxsning fikrlari olsun shuni aqsini yugurab yurdi. Shuni kecha kunduz tashviqot qildi. Shuni eng cho'ng bildimdi, ulug' bildimdi. Rabbim Allah her birimizning hidoyat yo'lida mustahkam qilsin. Bugungi temamizniki keyindalam bizdeki suyuqlashish degan. Suyuqlashish degan nima? Suyuqlashish bunun lug'at ma'nosini esa su xarakteriga aylanib qolish. Yani o'zining mustahkamligini yo'qotish. Yani bir ishda, bir fikrda, bir g'oyada, bir nishonda, bir tasavvurda, yaqinmat qarashda muqaddaslik bo'lmaslik, ching turanmaslik, mazmun turanmaslik, hammada suvga o'xshash, erib ketish, yo'qolib ketish, o'zini yo'qotib qo'yish degan bu ma'nolarni ifodalaydi. Bu suyuqlashish yoki suyuqlantirish. Normalda bizim Uyg'ur xalqida suyuqlik desa axloqiy chiriklik, axloqiy buzuqlik degan bu ma'noda iste'mol qilinadi. Suyuq ayol kishi, xotin kishi degan vaqtida. Bu suyuqlik 2000 yildan keyingi yangilik davrdan keyingi davr deb atalgan zamonning, ya'ni biz yashayotgan zamonning eng cho'ng namoyandalaridan birisi, alomatlardan birisi. Bu suyuqlik degan bu atalg'i asli polishalik 70 yillardan keyin Angliyada yaşayan bir universitetning professori, jamiyatshunos alim
Zygmunt Bauman'ın ifadesi boyunca yanılıqdan keyingi davrning eng cho'ng namoyandasi bo'ldi. Bu Zygmunt Bauman degan bu shaxsning 10 nechilgan kitoblari bor. Tadqiqotlari bor. Masalan, suyuq so'ygi muhabbat. Suyuq muhabbat. Yani bugünge o'xshash, bugun mana bilan axotin bo'lish, ertasi alın axotin bo'lish qoidasiz, o'lchamsiz, prinsipdan chatmagan. Yani ochiq bugungi reallikni bilan. Suyuq kultur. Suyuq zamonaviylik. Birinchi kitob. Mesela suyuq zamonni misol qilsak, bugungi kunlikda 2000 yildan keyingida suyuqlik bor. Masalan, bir zamonlarda yaqin qadar 2000 yillar qadar deydi. Demokratiya g'arb dunyosidan qattiq kuchab tashviq qilingan. Dunyodagi insonlarni g'arb demokratlashtirsa, bu insonlar o'zining siyosiy erkinlik bilan bahramon bo'ldi. Bu qimmat qarashni qattiq tashabbus qilgan. Hatto Xitoyning mush orqali demokratlashtiramiz deb nurg'un mablag'larni, korxonalarni, zavodlarni hammasini Xitoyga solib, mush holatga ekkagini, texnikani ta'minligini dal g'arb dunyosi bu tadqiqot sohasida bir oshkor bir masala. Xo'sh. Bugün kunlikda demokratiya degan bu ufqum, yani siyosiy erkinlik degan ufqumda turib o'tamdi desa, g'arbning siyosiy nazariy tamom bundan voz kechdi. Demokratiya kelgan vaqtda burun dayt yo'q demaydi. Yaqin zamon qadar inson huquqida butun kuchi bilan tashabbus qilib, nurg'un mablag' kuchni ajratgan, bugun kunlik kelgan chog'da bu ufqumdan voz kechdi. Demak, bularning 20-30 yilda yoki 50-60 yilda bir qatam kültür, fikir almış yüz berdi. Çünkü mukaddes bir narsaga tayanmaganlik uchun o'zgarish yuz berdi. Shu inson huquq burun hali hurmati va muqaddas deb qaralgan bo'lsa, shuning nimasida kuchi va deb qaralgan bo'lsa, bugun kunlikda inson huquqi yo'q. Yo'q u narsa. Bugun kunlikda uning o'rniga boshqa bir narsa chiqdi. Kuch-quvvat, moddiy manfaat. Uningdan boshqa inson huquqi, demokratiya, men uch-buch deydigan narsa qoldi. Nimishqa suyuq kultur o'g'ashqa. Suyuq zamonini qo'g'ashqa davomliq bu o'zgarib turdi. Davomliq bu biriga yo'qolib turdi. O'zgarishchan xarakterga ega. Suyuq qo'rqinchadi, suyuq siyosat, suyuq kuzatish, shuning o'xshash nechilgan bu shaxsning tadqiqotlari bor. Bu bugungi 2000 yildan keyingi dunyoninki ketayotgan yo'linishini bo'libmi, g'arb dunyosiningki, g'arb falsafasiningki yo'linishini o'ttirib qo'yib beryapti. Shunga bir zamonlarda chiqqan shuarlarninki demokratiyaga o'xshab bugun yo'qolib ketishi. G'arb dunyosi bo'ldi, lekin islom jamiyatlaridan birisi siyosiy erkinlik bilan yoki saylan bilan bu o'tirib chiqib qolsa, islomiy kuchlar egallab olib musulmon bo'lgan ekan, bu bizning zihnimizga deb tamoman undan voz kechdi. Bir zamonlar inson huquqi degan bo'lsa, musulmonning manfaati kelgan chog'da bu inson huquqi yo'q. G'arblik bo'lmasa oqmaydi mesela. Buni bugun kunlikda shuni bunga o'xshab misollar yomon chiqqan. Buni nima qilsak balkim ba'zi nuqtalarni bugungi dunyoda obdan tushunishimiz mumkin. Bu yangi atalg'udi. Ham suyuqlash degan nima desa? Suyuqlash degan ching turish degislik asosiy prinsiplarni parchalanib ketish. Ching turadigan, jonni beradigan bütün kuch bilan qo'g'dash tegishli prinsiplarniki parchalanib ketdi. Qanday parchalanib ketdi? Ching turolmagancha. Yoki idisi o'zgarib ketgan vaqtida, yoki qimmat qarashidan voz kechgan vaqtda parchalanadi. Masalan, bizga nisbatan misol aytsak, Qur'on, sunnat bizga nisbatan muqaddasmi, ching turadigan asosimiz asos. Xo'sh. Bu qachon parchalanib ketdi? Qur'on bilan sunnatning bunasi qachon bir parchalanib ketsa, dal bugun kunlikda biz sunnatni olmaymiz, Qur'on bo'lsa biz kifoya. Qur'on biz yetar da'vat qildi. Dal bugun suyuq kulturniki ta'sirini olayotqandi. Dal sekularizm tashabbus qilayotqandi. Dal g'arbningki siyosiy nazarini tatbiqlayotqandi. Bugun Qur'on bilan sunnatning manbasini ajratganmiz, aytgan bir sura bilan yana bir suraning Makka bilan Madina suralarini ajratdi bu. Chunki g'arbningga o'xshash bo'lama kundan kuniga olmishib turdi. Kundan kun o'zgarib turdi. Buni nima tushunish lozim. Bizga nisbatan Qur'on, sunnat muqaddas. Asosiy prinsip, asosiy prinsip. Ching turadigan narsamiz, ching turadigan narsa. Xo'sh. Endi ajrashib boshlagan bo'lsa, yoki ajratilgan bo'lsa kuch bilan, siyosat bilan, bosim bilan bu bugungi zamonda yuz berayotgan ahvol. Bugun
chiq gaplarni anglayotib, bundan takımma anglaymiz mesela. Bu bir misal. Enin kendin haqiqat va muqaddas deb qaralgan narsalar o'rin bermaslik, e'tibor qilmaslik. Suyuqlashdan maqsad chin turishga tegishli prinsiplarning parchalanishi, qaysi bir sabab bilan bo'lsin, yoki o'zidan voz kechishi, yoki besim orqali, enin kendin haqiqat, adolat, haqiqat va muqaddas deydigan narsalarga o'rin bermaslik, e'tibor qilmaslik. Masalan, haqiqat deydigan narsa. Biz islom dinini haqiqat deymiz. Allah'ın barlığının haqiqati. Peygamberimizden dünyavi peygamber ekanligi haqiqati. Biz bu milliy nuqtadan ilib olsak, Sharq Turkistonning, biz Uyg'urlarning zimin ekanligi haqiqati. Biz Uyg'urlarningki azaldan tortib mustaqil bir millat bo'lganligimiz, mustaqil davlat qura olganligimiz, Xitoyning bir parchasi bo'lmaganligimiz milliy nuqtadan bir haqiqat. Xo'sh. Bu haqiqatninki diniy tarafi va siyosiy milliy taraflari var. Demek bugungi dunyoda ki haqiqatda bizlar ko'tarib chiqib haqiqat deydigan narsa yo'q deydi. Mutlaq haqiqat deydigan narsa yo'q. Endi muqaddas deydigan narsa yo'q deydi. Shunga bugun kunlikda g'arb dunyosida pat-pat payg'ambarimizga haqorat qilishi, islomning prinsipidan birisi hujum qilishdan sababi muqaddas deydigan narsa ul e'tirof qilmaydigan shu bosqichga bugun kunlikda ularning kulturi yetdi. Shu bosqichga keldi. Xo'sh. Shunga ilgari yuz bermagan ahvollarning chiqishi modernizmdan keyingi suyuqlikning alomati. Yani muqaddas deydigan ufqam qolmagan bo'lg'achqa, to'namaydigan, e'tirof qilmaydigan bo'lg'achqa, buni musulmonlarning qimmat qarashiga, aqidasiga kimlik rioya qilmagan asosida besib tangayotgan. Yani bugun kunlar tonayotgan moddiy manfaat kuch, uningdan boshqa hech narsa e'tirof qilmas. Agar u narsa e'tirof qilib qolsa, boshqalarning qimmat qarashini hurmatlash to'g'ri. Bizning boshqa butun millatnikini, yani boshqa dindagi millatning hamma narsa hurmatlanadi, kuch ega bo'lganlik uchun, masalan, Hindininki 300 necha yilgan dinlar bor. Agar xatolashmagan bo'lsam, chashqandan tortib, jilandan tortib yotqilar. Hurmatlandi, ammo musulmonlarning bo'lgan zo'r birlik kuchi olmaganlik uchun muqaddas deb qaralgan narsalar hurmatlanadi. Uni yo'qotish uchun butun kuch bilan tirishadi. Va bizning ichimizdagi ularning madaniyatiga hayron bo'lgan, erib ketganlar, uni nomus qilmasdan bu millatning ichiga tengashga tirishadi. Shunga bugun g'arbda yashayotgan bir qism Uyg'ur tilliqlarniki pat-pat u yerdan binasi qo'zg'ab chiqishdan keyin tegi nuqtasini tushunishimiz kerak. G'arbninki siyosiy kultur bugungi 2000 yildan keyingi ko'pincha kasbiy emas bu. Ilmiy kulturi, falsaf kulturi qarta, zamonning aqshi qarta, biz jurnaldan ko'rib olgan narsani tanish o'rnatganligini buni tegi manbasi tushunish lozim. Suyuqlikdan kelib chiqqan. Aqida suyuqligi, ideya suyuqligi, axloq suyuqligi, qimmat qarasi yo'q. Hech qanday narsada bo'ldi nima yo'q. Muqimlik deydigan narsa yo'q. Mazmutlik deydigan narsa yo'q. Chim turish deydigan narsa yo'q. Hamma narsa yo'q. Hatto birlar deydiki, vatanimiz foyda qilgan bo'lsa, men xristian bo'lsam tayyor deydi. Bu videoda aniq oshkor turibdi. Cho'ng bir tashkilotninki bijmillari. Bu nima nomsa siyosiy suyuqlikninki, siyosiy suyuqlikning dal ifodasi. Yani ba'zilar deyish mumkin. Boshqalar biz foyda qilgan bo'lib qolsa, boshqa dunyodagi musulmon qarindoshlarga bizga hech qanday munosabatimiz yo'q, e'tiborimiz yo'q, voz kechish mumkin. Bundan keyin mush suyuq siyosat davomlashadigan bo'lib qolsa, bizning oramiz suyuq siyosat taqimi chiqadi. Qimmat qarashlarimizga, prinsiplarimizga hujum qildigan nakaslar beshini ko'tarib chiqadi. Buni xalq o'nqarish lozim. Gibimiz qaysa qaraydigan bo'lsak, bu sekularizmninki, materializmning ta'sirida hamma narsada suyuqlikni ko'rgan bo'ldi. Suyuqlashib ketgan. Muqimlik yo'q, chidamchanlik, ya'ni muqim turish, kaskin turish, irodalik turish ro'yi yo'q. Suyuqlik. Masalan qarasak, prinsip suyuqlik. Aslida prinsip deb qaralgan narsa deganda ching turish lozim. Masalan, aqid nuqtadan olsak, namoz musulmonga nisbatan voz kecholmaydigan, unutib qolsa bo'lmaydigan, unutib qolish ham kashon qilindi, voz kecholmaydigan, yo tashlab bo'lmaydigan prinsipal farz farz. Xo'sh. Bir insonning, yana bir insonninki izzat sharfi chaqilmasligi, uning izzat sharfini to'kmaslikka prinsipal masala bo'lsa, prinsipal masala bizningki qimmat qarashimizdir. Xo'sh. Ham siyosiy nuqtadan olib esa mahkumlik tushgan, mustamlika ostida yashayotgan bir xalqqa bo'libmi, bu xalq musulmon xalq bo'lsa, bizga o'xshash, buning tajovuzchilar qarshi turishi, tajovuzchilikni rad qilishi, mustamlik butun kuchi bilan jang e'lon qilishi, so'zi bilan, qalami bilan, quroli bilan, yana bizimsa e'lon qilishi iymoniy nuqtadan farz. Ya'ni mustaqillik bayrog'ini ko'tarishi iymoniy nuqtadan farz.
Xo'sh. Bu siyosiy prinsip bo'lishi kerak. Ammo bizning siyosat maydonidagi ahvoli hammaga ayon. Demak, prinsipda mustahkamlik bormi yo'qmi? İdeyada mustahkamlik bormi yo'q. Musulmonga nisbatan islom ideyasida mustahkam turish lazım. İslamning dunyo qarashida, islomning tasavvurida mustahkam turish lazım. İslamning qimmat qarashiga tasavvur uyg'un qiladigan narsa bo'lsa, qabul qilish, uyg'un kelmaydigan narsa bo'lsa, qabul qilmas. Masalan, g'arb dunyosi misol qilib aytsak, sanoatda, texnikada bu sohada jiq ilgirladi. Masalan, jamiyat boshqarish, idora boshqarish, davlat boshqarish degan o'xshash bu sohada jiq ilgirladimiz, taraqqiy qildi. Bu narsalar bizning aqidamizga, qimmat qarashimiz, axloqimiz zid kelmagan asosda g'arbdan bo'lamdi, sharqdan bo'lamdi, kimdan bo'lsa, musulmon bo'lsin, bo'lmasa unlashishimiz yo'q. Bizning aqidamizga, axloqimiz, qimmat zid kelmasa, uni qabul qilsak bo'lamiz bo'ldi. Bizning ideyamiz, dunyo qarashimiz. Agar zid qilgan narsa bo'lib qolsa aqidamizga, bizning axloqimiz buzgan narsa bo'lib qolsa, u narsa ko'rinishida foydali bo'lgan bilan amaliyat ziyoli uni qabul qilish qilmaydi. Bu bizning boshqalar bilan bo'lgan, ya g'arb bilan bo'lgan dunyo qarashimiz. Bu vaqtda ayrim bir programma qilamiz yaqinda. Xo'sh. Demak, ideal masalasida muqimlik, sabitlik yo'q, suyuqlik bor. Qimmat qarashlarimiz suyuqlik bor. Bir zaman ba'zida aytib biz men mush millat xizmat qilaman dedi. Ba'ziligi bir qarshi. Bu vatan uchun men siyosat qilyapman dedi. Bu millatning hurlik uchun, erkinlik uchun dedi. Da'vosi. Bu millatninki bir erkin ibodat qilishi, erkin e'tiqod qilishi, insondagi yosh uchun xizmat qilaman, siyosat qilman dedi. Bir necha kun o'tmaylan bu millatning qimmat qarshi hujum qiladi. Demak, buningki siyosiy nazariyasiga qimmat qarash masalasida kimlik masalasi suyuq ekanligini ko'rsin. Xo'sh. Hammamiz kimlik da'vosini qildi. Bu millatning kimligi til jihatdan Uyg'ur. Bu muttafaq masala. Hammalar ittifoq kelgan masala. Alloh taolo bekitgan masala. Bizning tilimizning Uyg'ur bo'lishini. Unaga u kelib, bu kelib, yana bir şey hech kim o'zgartirmaydi bizning tilimizdanki Uyg'urlikni. Xo'sh. Alloh bergan muqim bir narsa. Bunda hech kim ixtilof qilmaydi. Uningdan boshqa bir islomiy kimligimiz bor. Musulmon kimligimiz. Buni inkor qildi buni akaslar. Hammamiz kimligimiz faqat Uyg'ur bo'lsam bo'ldi dedi. Serq Uyg'ur bo'lamdi, yana bir Uyg'ur bo'lamdi, yo'qab ketamdi. Ismi Uyg'ur bo'lsa, Uyg'urlar bo'lsa, buningki madaniyati, tasavvuri g'arb sharqchi bo'lamdi, nima bo'lsa mayli. Demek bir yerde Müslümanlardan var, biz Uygurlarda bu suyuqlaş ahvali bugün kundan kuniga avjanmoqda. Qaraydigan bo'lsak, bu suyuqlashdan bir radikallik oldi var. Normallik oldidan radikallik oldi ekan. Qanday radikallik oldi kelsa, musulmonninki hayotida muqaddas deb qaralgan barliq narsalarni yo'q chiqaribman. Muqaddas manba deb qaralgan Qur'on sunnatni bir-birlab parchalab yo'q chiqaribman. Muqaddas degan narsa yo'q degan başladı. Prensiplerimizde, qimmat qarashlarimizning parchalab yo'q tutishga, axloqni tamamen ijtimoiy hayotdan siyosiyat chetga chiqib boshladi. Siyosat degan axloq yo'q. To'g'ri, g'arbninki 20-asrdan keyin boshlangan g'arbning siyosiy nazarda, siyosiy falsafasida axloq o'rni yo'q. Ya'ni manfaatni qo'l keltirish uchun harom bo'lamdi, to'g'ri bo'lamdi, boshqasi o'lamdi, o'lmamdi, foyda qo'l kelmaydi. G'arbning siyosiy nazari. Ama İslam'ninki dünya qarashida, mel siyosida olsun, mel ish harakati olsun, so'zatlik bo'lib qolsin, axloq asosiy prinsip. Bundan voz kechishga bo'lmaydi. Dushman bo'lib qolsam, uni bilan axloq bilan muomala qilish bu İslam'ninki ro'shan ko'rsatmasi. Buni obdan diqqat qilish lozim. Chunki bugungi ba'zi ahvollarning pat-pat uya chiqishi axloqqa rioya qilinmasa, g'arbning dal o'z yashayotgan muhitninki siyosiy nazariyasini ko'rsatib turib, u to'g'ri xato chiqarmaydi, bozorga solishning sababimiş. Axloqqa rioya qilmasa, qimmat qarashga rioya qilmasa, keynidan bo'lishningki jamiyatni qalayimqon qilishga, bir-biri bilan ziddiya so'qashtirishga, bir-biriga jang e'lon qilish sabab bo'lishningki omil sabablardan birisi bor. Xo'sh. Bu sababdan moddizmninki bu yangilik davrining keyingi davrining cho'ng ifodasi bo'lgan moddizm va sekularizmning ta'siri uchirgan bir qism kishilar, yoki bir qism shaxslar kimlardan bo'lsin, aqida, ideya, axloq, qimmat qarashda mustahkam turolmaganlikdan suyuqlashib ketyapmoqda yuqori deganimiz. Iyirib tugab ketyapmoqda. O'zining kimligini tamamen yo'qotib qo'yadi. Haqiqat muqaddas deb qaralgan narsani bir-birlab 4 yil, 5 yil o'tmaylar, bir-birlab bundan voz kechmoqda.
bu dal siyosiy suyuqlikdan, e'tiqodli suyuqlikdan, axloqli suyuqlikdan keyin, vatanparvarlik suyuqlikdan keyin, yanımşımlik suyuqlikdan keyin dal namoyandisi. Buningga intayin sazgor diqqat bilan muomala qilish to'g'ri keldi. Xo'sh. Haqiqatan yani. Bularni so'zlayotganda men shu narsalardir, shu zihnimda shu o'tdadir. Shu nomussiz tajovuzchilar vatanimizda yillardan buyon shu atalmış zamonaviy madaniyat har ko'ch-ko'chiq qarasa, bizning millatni qarab baksa, bir millatni yo'qotishninki qadam bosqichlarini oldidan hatto bizning millatning ichidagi atalmış ziyolilarni chiqarib turib, shularni maqol yozg'izib, uni qilib, buni qilib. Albatta har qanday millatning ichida ba'zi bir qaloq ideyalar bo'lsa-mu, bu millatga, bu mening an'anaviy avloddan avlodga davomlashib kelgan nurg'un qoida axloqlarimizni hammasini bir-birlab xuddi tam qishni shu qishlarni birdan sökib qilgandek, uni qaloqlik, ko'nilik, zamondan keyingi qolganlik tariqasini ko'rsatib, sat ko'rsatib, uni Xitoylarning bir boshdan uning keyindan bizning nurg'un urf-odatlarimizni xulosada madaniyatimizning hammasini, hatto o'zimizning millatining ichidagi manqurtlashtirilganlarni eng boshda shundan sahnaga chiqarib turib, shularning eg'izdan tashviqot qilib turib, bizga sat ko'rsatib, bu millatga sat ko'rsatib, hammadan voz kechdik degan qaysi holatga kelib qoldik yani. Vatan qarab boqaylik. Albatta u zo'rlik bilan qilinyapti u yerda va chet elda qilinayotgan bu har xil besimlar. Yuqorida siz so'zlab o'tgan narsaga men aslında Hindistan'da misal keltirdik endi. Bugun shu dunyoda qarab boqsak, butun islom dunyosi qilinayotgan hujum va bizning shu erkin dunyoda yashayotgan xalqimizga zahar taqib ijtimoiy uchur vositalar orqali qilayotganlarninki qilmishlari qarasa, yani inson tasavvur qiluvsiz darajada e'tiqod, fikrlar va dunyoda. Masalan, choshqon cho'qindigan, kalığı cho'qindigan, hatto insonning jinsiy a'zosiga cho'qindigan ibodatxonalar va deb nima qildik ham. Ya dünyada mesela bir gen qarab bakaylı yani torlar qarab baksak, mesela İslam'dan bekerek hücum kılınan başka bir itiqad yoki bir narsani videoni chiqarib qo'yib turib, mesela onun keyini kirib turib, şu millatni, shunga itiqad qilayotgan millatni mushundan bir qaloqlik qilamsiz deb, uning so'zlaydigan, dars so'ygan bunda bir narsa ne g'arb axborotida, ne islom dunyosi yo'q. Hürlük, özgürlük evladım. O milletinin özünün itiqadi, özünün örüp adeti o bu da onunla hürmet kılınan gap. Ama dünyanın nereye karşısında İslam'ın emas da şu İslam'a itiqad kılman deyotgan bir şahsning ki ma'lum qilgan bir xatoligini tutib olsa, shuni butun yerga taqitib, musulmon degan mushundaq, islom degan mushundaq, islomning qaloqligi bu deb, shaxsning qilgan xatoligi yoki bir nimasini chiqib turib, islomga hujum qildigan bu narsaning qanchalik darajada dunyoda avjag'anligini, buni albatta nurg'un tadqiqotlarda shu yozilibdi, ko'rsatilibdi hamda shu. Chunki dunyoda g'arb degan sildayotgandek ojizlashib, suyuqlashib kun-kuniga tushirayotgan ekan, dunyoni haqiqiy insoniyatga baxtga qildigan islomdan boshqa bir fikr bo'lmaganligini uning katta boshlari bilganligi uchun. Chunki 20-30 yil bir qatam jilan o'sha turmiz. Mening o'rnimni ammasin islom, musulmonlar mening o'rnimni ammasin deb islomni satko'z uchun, hatto o'zining xalqiga satko'z uchun o'zining media axborotlarda islomdan yiroqlashtirish uchun qilmagan rasmiy butun kuchini tirishchilik ko'rsatyapti. Mishal bir qistorm deb o'tsak, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin şu vaqtdagi cho'ng zo'r kuchniki birisi Sovet mo'lliq atgandan keyin parchalanib, qarshi taraf ba'zini ochiq gap qilmasa, ochiq gap qilsin. G'arb dunyosi umuman bir dushman izlash fikrini o'tirib qo'ydi. Bu mening gapim emas. Bu Madaniyatlar to'qinishi degan kitobning avtori Saumil Hantanton'ninki kitobida ro'shan bor. U uningda bosh Pokeyaboning kitobidan bor. Bizga dushman kerak deydi. Biz taraqqiy qilamiz deydi ekanmiz. Hozir holatimizni saqlab oldinmoqmiz deydi ekanmiz. Dushman bo'lmasa, raqobat bo'lmasa biz keyincha ketamiz degan bu nazariya bilan bular dushman o'tirib belgildi. Dushmanni jakaladi. Sovet ittifoqi o'xshash, sovuq munosabatlar urushida bo'lgandek, u darajadagi ochiq oshkorni qilmamasmi? Shu vaqtda belgilgan dushman kim bo'lsa shu vaqtdan tortib ta zamonimiz qadar balkim davomlashgandi, yoki davomlasha yoki bir yoq bo'lgandi. Islom bizning dushmanimiz deydigan shu orni o'tirib qo'ydi.
ta şu vaqtdan ta bugun qadar davomlashayotgan zaharlar, zaharlik fikrlar, har turli ideyalar boshqalar kar yo'q, sap musulmonlar har yerda aytishish va uning to'sqinlik qilishiningki maqsadlarining sabablaridan birisi Sovet ittifoqi parchalangandan keyin g'arb dunyosiningki islomni birdan bir dushman buni yo'qotish lozim deydigan bu falsafani siyosiy nazariyani o'ttirib qo'yganligidan shunga har tarafdan hujum qilishdan sabab shu. Balki buni ba'zilar g'arb bizga yordam beradi. U ayrim bir masala. Siyosiy jihatdan manfaatli. Biz buni o'tgan programmamizda fayda manfaat selishtiruv degan programmamiz o'ttirib qo'ydik. Ma'u reallikmi reallik? Islomga g'arbdan munosib degan masalada bu reallikmi reallik? Ma yaqindan nima o'ttirib chiqqan ekan? Trumpning zamoni ekan, Xitoyninki musulmonlar bir mezgil izildigini izilib, Arab bahar hareketi bilan jonlanib beshin ko'targan vaqtida yana istixborot sohasi bilan natijani qanig'i milibet. Masalan, Hillary Clinton'niki o'zining og'zidan chiqqan bayonotlar Daeshni biz qurib chiqqan degan bayonotlar kangir tur. Masalan, Jazeeraning kanallarida boshqa yerdan kangir bor. Islom dunyosini har turli nima bilan vayron qilib bo'lgandan keyin endi bizning kuch talashayotgan Xitoyga diqqat qilmasak bo'lmagan mau ajraq o'rin tutib tursin, aning qaraydi. Bu yaqindagi bir burilish. Bundan qanday siyosatdan foydalanamiz Uyg'urlar yashar turibmiz, u ayrim bir masala. Mau reallik, islomga, aqidaga musulmon qarindoshlik qilinayotgan bu hujum ya payg'ambarimiz qilinayotgan pat-pat aqim hujumlar u ayrim masala. Buni ayirib qarash lozim. Hakikaten. Hoş, unda da bu suyuqluş illetiga qarshi chora nima? Suyuqluş illeti yuqori deganimiz xatarli bir masala. Bu yo'qolib ketadigan, irib ketadigan, tuz suv kirganda yo'qolib ketgan o'sha o'zining kimligi yo'qolib ketadigan, alaylik yo'qolib ketadigan oyindag bir eg'ir bir illat. Bugungi 2000 yildan keyingi davrninki eng muhim alayliklardan birisi shudir. Bu suyuqlashib ketish yoki irib ketishga taqobil turishda payg'ambar alayhissalomninki hayotini hidoyat xarita yoki ulgu tutishdan boshqa yo'l yo'q. Birdan bir yo'l shu. Chunki vahiyga bog'langan, payg'ambar bo'lganda ta dunyoga kelgan qadar hayoti vahiyga bog'langan fikr dunyosida, e'tiqod dunyosida, ibodat sohasida, axloq, dunyoqarash, siyosat, ijtimoiy masalalarda xatolashmagan kisblarimiz. Xo'sh. Shaxsiy ijtimoiy, shaxsiy parchan-parcha bo'lsa-mi, lekin yuqori degan aqida, ibodat, axloq, dunyoqarash, siyosat, iqtisod boshqalar bilan bo'lgan buni xatolik yuz berganmiz. Chunki xatolik yuz bergan darhol Qur'ondan vahiy tushib, Rasulullohni tuzdigan. Buni kisblaydi. Bundan boshqa chora amal yo'q. Chunki Muhammad alayhisolamning hayoti yuqori deganimizda vahiy bilan boshqarilgan, vahiy bilan yetaklangan bir hayot. Xo'sh. Bu sababdan Payg'ambar alayhisolamning hayoti vahiy bilan boshqarilgan, yetaklangan bo'lg'achqa Payg'ambarimizning hayoti Qur'on sunnatning manbai ekanligi ching turish. Ching turinglar. Ya ching turishimiz lozim deganda ulgu bo'ladi. Aqidada mustahkam turish, ideyada mustahkam turish, axloqda mustahkam turish, qimmat qarashda, dunyo qarashda, go'zal axloqlarda mustahkam turishda eng namunlik rol o'ynay olamiz, rol o'ynay oladi. Buning dalili Hazrat Oyshaning hadisida kana xulqu al-Qur'on. Payg'ambarninki, Muhammad alayhisolamninki hayotga qarasak, axloqqa qarasak Qur'on shu dedi. Ya'ni Qur'onda nima buyruq, nima ko'rsatma bo'lgan bo'lsa, Muhammad alayhisolamning hayoti shuni tatbiq qilgan degan gap bu. Ya'ni rostchilik bo'lsa, rostchilik, yolg'on bo'lsa, undan degan gap emas, kana xulqu. Qur'onda nimani buyurgan bo'lsa, qanday ko'rsatma bo'lgan bo'lsa, payg'ambarning hayotida dal Qur'onning umumlik tatbiqoti shu dedi. Xo'sh. Qur'onni tushunmoqchi bo'lsang, payg'ambarning hayoti qaradi. Payg'ambarning muomalasi qaradi. Payg'ambarningki tasavvuri qara, payg'ambarning harakati qara, muomalasi qara, axloq qaradi. Hazrat Oyshaning hadisi. Muhammad alayhisolamning hayoti Qur'on sunnatniki mazmunligi. Buning shakki o'rin yo'q, shubhiga o'rin yo'q. Ilohiy va yemsvay. Buni muqimlikni ifodalashda, ideyaning mazmunligini ifodalashda, axloqninki mazmunligini ifodalashda, suyuq emasligi, qimmat qarashning mazmunligini ifodalashda, nishonning mazmunligini tatbiqlashda o'rnaklik rolini ifodalaydi. Yani biz qachon aqidamiz mustahkam tura olamiz, nishonimizda, axloqimizda, dunyoga qarshi mustahkam tura olamizsak, buning o'rnakini ko'rsatmiz, nereden ala olamizsa, payg'ambarimizningki hayotidan ala olamiz. Har kuni payg'ambarimiz qilsak, har kun ilohiy vahiydan yo'l yo'riq oldigan.
Qiyin, murakkab masala kelib qolsa, ilohiy vahiyning kirishini kutib turadigan va ilohiy vahiy bo'yicha ish qiladigan bo'lg'achqa, buni payg'ambarimizning hayotini tadqiq qilgan, izlangan insonlar tadqiqotchilar bo'lib qolsa buni biladi. Ma xiyolparastlik emas, haqiqiy izlangan payg'ambarimizga chunqur cho'kkan insonlar bo'lib qolsa buni biladi. Bunda tadqiq qilgan insonlar payg'ambarimizning siyosiy hayoti, iqtisodiy, sotsial munosib iqtisodga aloqador hayoti, ijtimoiy hayoti, harbiy hayotida ilohiy tarafdan yo'l yo'riqning berilganligini ko'ra olamiz. Hatto payg'ambarimizning oila ishlarida, ayollar bilan bo'lgan munosabatlarda, jamiyat ishlarida, musulmonlar bilan bo'lgan munosabatida, musulmon emas boshqa millat, boshqa davlat bilan bo'lgan munosabatida, hokim bilan fuqaroning orasidagi munosabatlarni ilohiy vahiyninki yo'l yo'riq berib aralashganligini ko'ra olamiz. Demek, Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ilahi vahiy bo'lgan Qur'oni Karimninki tarjimasi. Qur'oni Karimning izohati, tafsiri, bayoni, amaliy tafsir. Amaliy izohat. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı qarsak, ro'shan. Ta tug'ilgandan dunyoga ketgan qadar hayotida bir g'uvalik yo'q. Aniqsizlik yo'q. Muqim, sabit. Delil paketlen zarcılısıman halet ispatlanğanlık için bunu her qandaq zamanda ülge qilishga, örnek ko'rsatishga, tatbiqlashga yaramız yaraydi. Şoňa bugün biz suyuqlashga qarshi, kimlikni yo'qotishga qarshi, aqida qimmat qarash, axloq mustahkam turolmaslikka qarshi payg'ambarimizning hayotida, payg'ambarimizning tarbiyalagan odamlarni o'rnak qilib ko'rsatishga yaramdi yaraydi. Şuna bilan birlikda yani bir tarafdan büyük nişanlar üçün yaşaydigan, büyük g'oyiz üçün harakat qiladigan, yaramliq avlodlarni tarbiyalashda payg'ambar alayhisolamning hayotidan o'rnak olishga, ulgu qilishga arzimiz albatta arziydi. Uningdan isel, uningdan nocha o'rnakni topqini bo'lmaydi. Biz o'tgan hafta to'xtalgandek, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Peygamber sizlerge en güzel ölge. Suyuqlish qarshi turishda ölge, meydansızlık qarshi turish ölge, tajovuzchi bilan birga ittifoqlashib, hamsohbat bo'lib, birlik sap qurib, rozi bo'lib yashash qarshi turishda en güzel ölge Peygamberimiz. Zalim qanday qarshi turgan, tajovuzchi qanday qarshi turgan, buningdan ölge. İctimai hayotidan ölge. Yana keyin to'xtalgan bir oyat var. Bu yerda eslatib o'tamiz qarindoshlarga va in tuti'uhu tahtadu. Agar payg'ambar itoat qilsangiz hidoyat topsizlar. Qur'onning buyrug'i. Nur surasi 54-oyat. Payg'ambarga ergashsanglar, uning buyruqlariga ko'rsatib itoat qilsangiz hidoyat topsiz. Demak, payg'ambarni olmasanglar, e'tirof qilmasanglar, uni bir pochtikash qatorida ko'rsanglar, İtibar almasalar onun sünnetine, hayat vaxtida bo'lib qolsa o'zidan o'lib ketgan ekan sunnati hadis turmamiz. Buni almasalar sizlar hidayat yo'lda emas, azg'un yo'lida. Zalolat yo'lda. Demak biz sunnatlar ishimiz yo'q, hadislar ishimiz yo'q deganda bular azg'un. Millatni azdirgan azg'un, o'zi suyuqlashib ketgan azg'unlar. Xo'sh. Bu kazzab saxtipazlar. Buni ilmiy salohiyati, hech qanday ilmiy salohiyat yo'q bu kazzablarniki. Ya'ni Qur'on Karim bu vaqt ta'kidlab vettabi'uhu la'allakum tahtadun. Peygamberge ergashsanglar hidoyat topsizlar deydi. A'rob surasi 158-oyat. Hidoyatning yo'li payg'ambarning hayoti. Payg'ambarning ko'rsatmasi, payg'ambarningki izohati. Buningga amal qilinadi. Demak, bugun bo'layotgan passivlik, chechilangquloq, bo'linish, ittifoqsizlik, meydansizlik, tajovuzga qarshi meydonni ifodalanmaslik qo'sh har turli illatlarga en güzel çare, en güzel doğru Peygamberimizinki hayatını örnek kılıştı ibaret. Hoş. Allah razı olsun. Köpün köp rahmet. Kadirlik görürmenler hakikaten naiti ötken saat ve bugünkü temimiz her birimizge yani unutulmaz, her daim isimizden çıkmaydıgan biri. Kalbimizden en çonqur katlamlarga bu fikrini yerleştirip Allah'tan yüreklerimizni, kalplerimizni, şu Resulümüz, Peygamberimiz, şu cesette, bedende bir parça göç ve o ıslah olsa bütün
hamma narsa isloh bo'ladi, u buzilsa buziladi degan u bo'lsa qalb deb bir bizga bir bishorat bergan turgan bir ogohlantirgan biz aslida. Bu narsalar har doim yuqorida ustoz so'zlab o'tgan shu narsadir, kallamni shunda bir xil qo'chivati desam bo'ladi. Butun bu dinimizga shu axlat sifatli insonlarninki din nomidan chiqib ijtimoiy fikr vositalarini qo'chiyotganligi. Tegishli albatta nurg'un programmamizda javob berdik. Biz o'tgan soat va bu soatda biz Rasulimizning uyliga ekanligi, Allohning guvohligi bilan ashu Rasulullohda ashu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Haqiqatan sizlar uchun Allohning elchisi payg'ambarda eng güzel örnek var degan bu noktada bu milletni azdirayotgan bu manqurtlar, bu ahlaksızlar, bu nima desek tilimizde qanchaga suhbatlashsak bo'ladi. Bu mahluqlar bu ne'matga, yani Allohning bu bishoratininki ichiga kirishi asla mumkin emas. Kirolmaydi bu mahluqlar. Biz shularninki shundoq millatni qo'yayotganlarninki yurish turishiga, so'z harakatlariga, axloqi qarasaqlam bularning bu xush bishoratning ichiga asla 1000 yil qozonda qaynasam kirolmaydiganligini bilamiz. Çünkü Allah keynida bu peygamberni örnek qildiganlarning qanday sifatli kishilar ekanligini keynidlam deb qo'yadi. Kim uchun örnek? Yani her adam alamaydi o örnekni. Deb keynida liman kana yarjullaha vel yawmal ahira ve zekarallaha kaseera. O örnek algan kişiler qanday kişiler desangiz, Allah'ni ümit qildigan, Allah'ni arzu qildigan, Allah'ni xalaydigan, Rabbim deydigan hamma narsada. Ve ahiret gün lazım bo'lgan insonlar örnek aladi bu peygamberin dedi. Ve Allah'ni zikr qildigan, köp zikr qildigan. Yani zikr qilish deganga faqatlam subhanallah alhamdulillah deb ma'lum dua zikrini demayotdi bu yerda. Bu yerda Allah'ni köp zikr qildigan, albatta o zikrime kiradi. Her ishida Allah'ning yo'l yo'riqi, payg'ambarning yo'l yo'riqini arzu qildigan, shu menga kerak deydigan insonlar uchun yuqoridagi 3 sifatlangan. Bu insonlar uchun Rasulullohda haqiqatan go'zal o'rnak bor. Çünkü bunday sifatga ega bo'lgan kishilar ondan Rasulullohni o'rnak ola oladi. Ammo bu bo'ngqushlarcha ya og'ziga kelganini so'zlaydiganlarcha Rasulullohni har xil haqorat so'zlari bilan ko'zga ilmay xuddi normal odatdagi insonlarni sifatlanishdan inson hayo qiladigan sifatlar bilan sifatlashga qadar haddidan oshgan bu mahluqlarga Rasulullohning bu nurliq hidoyati asla kelmaydi ularga. O'zininki dunyoda qanchalik hangning ichiga, patqoqchilikning ichiga cho'kib ketganligini bilmasdan bu millatni uyg'otmoqchi bo'lishayotganligini da'vo qilish o'zi nomus qilmassin. İnsanın ko'nglini ilishtirmay amal yo'q ham bu narsalar. Shunga bu turdagi mahluqlarningki yani o'qish tarixi, so'zlayotgan narsa, so'zlayotgan hatto og'izdan chiqayotgan Qur'on deb chiqayotgan, og'izdan chiqayotgan oyatni keltirishi, o'qishi qarab turib, normal Qur'ondan bir harf bilmaydigan insonga aqlini ya sen axlat kuylanma millatni bir narsa qilsa deb tukirib qo'yish kerak aslida. Hamma narsa namoyon aslida. Allah bu mahluqlarni nimaga loyiq bo'lgan bo'lsa shuning bilan shuningga tegishlik haddini bildiradiganligiga, tegishlik jazosini beradiganligiga albatta mu'min bo'lish sifatimiz bilan ishimiz. Agarda hidoyatga loyiq bo'lsa albatta hidoyat qilishni har bir musulmon umid qiladi, albatta orzu qiladi. Ammo uning loyiq bo'lmagan bo'lsa tegishlik jazosini beradiganligiga iymonimiz komil. Allah saqlasin bu turdagi birileri ondan chiqib millatni qo'ysa, yana birileri butunlay dinsizlikni qilyotganimda. İslamni butunlay haqorat qilish, inson tilga og'usiz darajadagi so'zlar bilan bilamiz buni. O mahluqlarni o'zining ismidagi islomiy ismni asli biz chaqiramiz bu ekrandan. Baldurroq chuqur boshqa bir ism bilan yoki ismining keyniga yoki kafir deb yozamdi. Yeyish kerak ya, butunlay ismini o'zgartirishni e'lon qilish kerak. Millat uningga ko'ra muomala qilish kerak yani. Maydonni o'ch qilish kerak. Islomiy ismni qo'yib olib, qarasangiz ismi chiroyli musulmonlarning ismi. Baldurroq ismini o'zgartirib o'tishni chaqiramiz.
bunchalik islomdan nafratlangan bu maxluqlarni millat tunuparoq muomala qilish uchun. Allah ömür bası yana bir saatlik programımız görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.